uchqunaga anu застройщикlarni o'zi 1200 dan kvadrat metrini sotayotganda men sizlarga $1000 bir to'g'ri kelayotgan korobka chiqqan Yunusobod 13-kvartal. Mana rayonning ko'chadan kirib kelasizlar. Bu yog'i metro Turkistonga pechokka chiqurishida mana 8 etajli edi. Shu yerda 88 kvadrat 5-etaj срочный egalariga pul zaril. Hozir ichlarini ko'rsataman sizlarga. Mana yon qo'shimiz ko'chib ham kelibdi. Bismillah, mana kiravurishda mana hol zal qaranglar. Juda planirovkasi yoqdi menga. O'sha elektrik simlarni ham tashlab qo'ygan, divanlarni qo'yib, televizorlarni qo'yib, bemalol o'tiradigan joy. Hammom tualetlarni alohida qilgan, перегородкалар hammasi pishgan ishda. Mana bu yog'imiz vanna, yoni hojatxona, mana bu yog'i oshxona. Mana oshxona ham katta keng, oynalari bor, o'zini quyoshga qaragan. Ertalabdan mana shu yerdan quyosh tushadi. Mana bu yoq detskiy xona. Mana betlarni ham cho'tka anaqa. Menga yoqqan joy, mana spalniy dedi. Buni bunda bo'lib turib yana ikkita xona qilib olsanglar ham bo'ladi. Yoki bilmayman, men katta spalniy qilib, mana ikkita balkoni ham bor. Vida bu yog'i tog'ga qaragan, bu yog'i tog'ning yoniga qaragan xullas. Nima deydi? Zo'r, buni olib o'zingiz uchun qilaman dedi. Etaji ham zo'r, planirovkasi ham zo'r. Kvadrat 88 kvadrat, egasiga pul zaril. Общий kadastr chiqibdi. Xudo xolisa 1 oy uzoq 2 oylarda alohida kadastri ham bo'ladi. Narxini 89 ming so'rayapti. Yana kelishtiradi. Sud aresiyada $1000 dan pastga ham tushadi. Pastki nomerga aloqa chiqadi, tamom.